Bunaqa yupqa xamir yoyishi faqat bitta yo'li bor. Bugun turkcha bo'rik tayyorlaymiz. Cho'k go'zal. Bo'rik xamirini tarkibida bor yo'g'i 3 ta ingredient bor: suv, tuz va un. Suv va tuzni eritib olib, un qo'shamiz va 10 daqiqa yaxshilab xamir qoramiz. Keyin xamirni to'rga bo'lib, zuvalab olamiz va ustini yopib 40 daqiqa tindiramiz. Xamir usti qurib qolmasligi uchun strech yoki paket bilan yopamiz. Tingan xamirga ayamasdan sariyog' surib masaj qilamiz va ustini yopib yana 40 daqiqa xonada dam beramiz. Bo'rik nachinkasi uchun Belebeyevskiy siri gavdasidan foydalandim. O'sha eski gavdani mazasini qidirib olganlar, bu sir aynan sizlar uchun. Sir bilan birga brinzani ham qirg'ichdan chiqarib olamiz va albatta mayda to'g'ralgan kashnitcha ham esdan chiqarmaymiz. Hamma ingrediyentlarni idishga solib aralashtirib olamiz va nachinkamiz tayyor. Xamirimiz 40 minut tindi, endi yoysak ham bo'ladi. Aniqrog'i xamirni yupqa qilib cho'zib olamiz. Saryog'ni shimganni hisobiga xamir shunaqa parda holatigacha cho'ziladi. Qanchalik yupqaligini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Xamirning chetlari qalin bo'ladi, shuning uchun kesib olib tashlaymiz. Xamirni 2 qavat qilib taxlab, ustiga nachinkamizni sepib chiqamiz va bo'sh qilib o'rab olamiz. O'ralgan bo'raklarga xuddi videodagi shakl berib, ustini ozgina suvlab kunjut sepamiz va 180 gradusga 25 minutga yuboramiz. Bo'raklarning shakli har xil bo'ladi. Sizlar o'zingizlar xohlagan shaklda qilsanglar ham bo'ladi. Bo'raklarimiz pishdi, usti qarsildoq, orasidagi xamirlari juda ham yupqa bo'ladi. Nachinkasidagi sir bilan brinza ozgina erib, juda ham zo'r maza va tekstura berib turadi. Agar sizga $1 million yoki shunaqa bo'rak degan tanlov berishsa, nechta bo'rak so'ragan bo'lardingiz? Izohlarga yozib qoldiring.